Assalomu alaykum. Menga ko'plab savollar kelyapti. May oyi oxirlariga bilet narxi qanaqa bo'ladi? Ko'tariladimi yoki tushadimi? Biletni hozir olgan yaxshimi yoki keyinmi degan savollar kelyapti. Sizlarga tavsiyam biletni ertaroq xarid qilib qo'yishni, sababiki may oyi oxiriga eng katta bayramimiz bo'lish Qurbon hayiti bayrami belgilangan. Ushbu sababli O'zbekistondan Rossiyaga borish ham, Rossiyadan qaytish ham bilet narxlari faqat ko'tariladi. Taxminan bilet narxi 25 ming 30 ming atrofida bo'lishi kutilmoqda. O'sha sababli hozircha biletlar narxi arzon, ertaroq xarid qilib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardik. Va agarda siz iyun oyi boshlariga bilet olishni istayotgan bo'lsangiz, albatta u biletlarni ham olib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki iyun oyining 15larigacha bayram ta'siri tufayli o'sha vaqtda samolyot uchuvchilar soni ko'payganligi sababli narx faqat ko'tariladi. 15-iyungacha bu ta'sir qilishi ehtimoli juda yuqori. Chunki har yili shunaqa narsa sodir bo'ladi. Narxlar shu diapazon atrofida o'ynaydi. Va bundan tashqari, albatta, bilet narxiga katta ta'sir qiluvchi Rossiyadagi rubl narxi dollarga nisbatan qanchada bo'lishligi ham bilet narxiga juda katta ta'sir qiladi. Ishlarni sotib olishingizni so'ragan holda Kosmos Aviya kassasi sizlarga eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni doimo berib boradi. Kosmos bilan birga bo'ling, Kosmos bilan birga uching.